Shit for the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Just when the bullets fly, I'm the last one to die. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Darvoza sifatli kanalining aziz muxlislari, Xudo xolasa bugun Akramjon akamizni darvozalariga Xudo xolasa obzor olamiz. Qator juda idealniy darvozalar hammasini birma-bir obzor olamiz. Xudo xolasa Akramjon aka, Xudo xolasa bir boshdan Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Uzoq yaqindan kuzatayotgan bizning obunachilar, yurtdoshlar, uzoqda yurgan ko'kalarimizga malangalik salom. Xudo xolasa mana darvozalarimizni ko'rishlaringiz mumkin. Chiroyli qilib darvozalarimizni terganmiz. Sizlarga video obzor qilib berish maqsadida kimga yoqsa bo'lsa aloqa chiqarasizlar. Darvozalarimiz haqida bir qator bunday hammasini materiallari, sifati, summalari haqida bir boshdan gaplashamiz. Bemalol joylashib olishlaringiz mumkin. Ishni ko'rdilaringmi, o'zi chiroyli darvoza ko'rdilaring, like bosib qo'yasizlar xudo xolasa. Bo'lmasa mana shu bir qator obzorni qilib ketaveramiz. Ha, ketdik, davay. Birinchi darvozamiz Samarqand Hoson darvoza deydi. Shohona ko'rinishdagi Samarqand Hoson. Bu darvozamiz o'sha materiallar tanishtirsak, 2.15 onliq shvildan foydalanganmiz. Profillar 6x4 profillarimiz, to'qima profillarimiz 6x4'da 1.7 stenkasidan foydalanganmiz. Lislari shu 2li listda, mana tepasidagi mana cho'tir listda 1li bo'ladi. Shu qismlar 2 qavatli bo'ladi. 2 qavatli orqa tomon qo'g'irqali bo'lib turadi. Chal budjetli variantda. Agar yo'q, menga orqa tomon tekis bo'lsin deydigan bo'lsam, orqa tomonni tushumkali tekis qilib variant qilib beraveramiz. Xo'p, xuddi shu materialda ikkala tomoniga 35 sm adnalishga chiqqan, razmerdan tashqari tepa tomonga ham adnalishga holatda chiqazib bergan. Gullari original ko'k gullardan foydalanilgan, o'ziga yarashgan. Xo'p, agar xuddi sizga shunaqa darvoza razmeri to'g'ri keladigan bo'lsa, yo'qsa shunaqa zakaz beradigan bo'lsalar, 1 kvadrat metri 2 qavatli variantda 1.350.000 so'mdan, 3 qavatli orqa tomon tik shumkali variant bo'lsin deydigan bo'lsangiz, 1 kvadrat metri 1.550.000 so'mdan O'zbekiston bo'ylab dostavka, stonovka xizmati o'z ichiga oladi. Keyingi darvozamiz high-tech ko'rinishdagi, high-tech ko'rinishdagi lazerli Hoson darvozamiz. Bu material tanishtirsak, buni ham o'sha listi 2lik, 2 qavatli variant. Mana shu joylari poni shumkali bo'ladi. Orqa tomon tekis list, bu joylari poni shumkali variant bo'ladi. Bu tomon mana joylari list va tepa qismida lazeri 2li list, mana shu qismi bilan, mana shu guli bilan 2 qavatli bo'ladi. Orqa tomondan buni qo'g'irqali 3 qavatli, 2 qavatli variantda chiqaradi. Bu ko'proq o'sha 2 qavatli variantda qilib beramiz. 2.8 profilda 2lik stenkasi, 8lik shvillan, 6x4lar o'sha, buniki ham shu 6x4 1.7 stenka listlariga tanishtirdik. Shu 2li listda 2 qavatli bo'lgan. Qora nevzaveka, glansiy holatda. Ko'rinishi ham o'ta chiroyli holatda va hammaga qo'yib beradi. O'zi ko'proq high-techga qo'yiladi, bu ruchkalarda o'zi qo'llanadi. Juda mustahkam bo'ladi. O'ta mustahkam. Kraskalarga aytmaymiz, ikkalasi hamma darvozamizni X-li grunt to'kmasachiladi, X-li lak, X-li kraska sachib beriladi. Xohlasangiz matoviy, xohlasangiz glansiy. Rangini o'zgartirishning imkoniyati bor. Nerjavekalar ham shu qorasidan desangiz, qorasidan, buni sariq varianti bor, gold varianti bor, o'sha bu qorani o'sha glansiy varianti. Nerjavekalarimiz Xudo xolasa ko'chib ketmaydi, yaxshi germetiklarga yopishtiriladi-mi? Albatta. Lavaboyni ishlatiladigan, lavaboyni germetik ishlatiladigan ustalarimiz bilishadi. Mashinaga ishlatiladigan lavaboyni germetikda original variantida yopishtiriladi. Xizmati yaxshi, ko'chib ketmaydi, garantiyali qilib beramiz. Buni ham 09 variantda qo'yib beramiz. Summasi keladigan bo'lsa, bu darvozamiz ham 2 qavatli bo'ladigan bo'lsa, 1.400.000 so'mdan O'zbekiston bo'ylab xizmati, dostavka, stonovka xizmati o'z ichiga oladi. Agar 3 qavatli deydigan bo'lsalar, 3 qavatli esa 1.700.000 so'mdan chiqadi. Sababi orqa tomoniga ham ponni shumkali variant bo'ladi. Budjetli variantda o'sha 1.400.000 so'mdan zakaz beraveradi. Ko'proq o'sha 1.400.000 so'm variant qilinadi. Keyingisi ham
keyingisi ham qaytagida yangiroq varianti. Yangilik ekan bu Akramjon aka. Xudo xolasa 25. Bunaqa dizaynni men birinchi marta ko'rishim mana. Albatta, Xudo xolasa bu nirjavika ishlamagan, bunisi qora glans holatda sepilgan. Narxlari ham buni qulayroq bo'lsa kerak a. Albatta. Narxlari ham qulay. 2025-yil o'sha yangilik qilib qaytagida sal boshqacharoq variantda ishlandi. Ko'rishlaring mumkin, o'sha shottiga o'xshatib turib, bu joylari ham zinaga o'xshatib turib, tepa tomoni polni skvajna qilib, lazerni qilib berib. Zakazga chiqqan har bitta darvozamiz vitrinada yo'q. Misol har bitta darvozani faqat podzakaz yasab beriladi. Shu bu darvozalar ham o'sha 15 kundan 25 kungacha oralig'ida tayyor bo'ladi. O'lchab ketilgandan keyin. Xo'p, buni ham o'sha listlari hamma darvozani ko'proq o'sha 2 listda 2 qavatli variant buniki ham. Summasi qiziq. 1 kvadrat metri 1.300.000 so'mdan Xudo xolasa dastlabki sunovkalari bilan olib borib o'rnatib beramiz. Shu buni ham yonboshi xohlasalarni shiviller qilib beramiz. O'nliq shiviller bo'lmasa 8.8 da shu 2lik stenkasidan proflar ham oldiga o'tib 1.7, listlari shu 1.8 emas, 2lik listda qilib berilgan. Bu joylarga mana ruchkalarni qo'yib berilgan. Xohlasangiz glansiy, xohlasangiz matiy. Однотонный bo'lmagan bu joylarga o'sha qora jentrani o'sha qora kraskasidan ishlov berib, o'ta o'zgacha, o'ta boshqacha qilib berilgan. O'ta deriski turadi ekan. Skromniyni yoqtiradiganlar uchun mana navbatdagi afsona fason darvozamiz. Bu ham o'zi trendga chiqqan, o'zi ko'pcha juda ko'p qilib berildi. Juda ko'p bunikilar. Juda. O'zi buni muxlislar o'zi biladi. Shunday ko'rib, "Oh" deydi. Biz ham darvoza chiqarganda ko'p kishi o'rnatib berilgan, videolar qo'yib berila olmadi, imkoniyat qilib bo'lmadi, olishga, video olishga. Ishlanishlari ham boshqacha ekan buni, ha. O'ta baquvvat ishlangan ekan. Bitta narsani tushuntirib qo'y, oldin qilinadi, bu joylari o'sha buchak chashpaqdan qilib ishlov beriladi. Endi buchak chashpaq eng qalini o'sha birlik bo'ladi. Hozir bu narsani gipkada egdirib turib, bu joylari masalan 2 listdan gipkada egdirib turib, hech qanaqa qarash narsa ishlatilmagan. Hamma narsasi qalin material, o'ta shumkalar. O'ta mo'shli darvoza. Shu afsona bo'lsa, buni ham shu hammasi 2 listda 2 qavatli. Fonni ajralib turib shu mana shu joylarga shu qora kraskalardan berib, glansiy holatda chiqarib bergan. Tepa tomoniga o'sha akamiz skvajna qilib bersin dedilar. Havo aylanib turishda ham yorug' tushib tursin dedilar. O'zi ko'proq yopib ber desa yopib beraverasizlar-a? Yopib beringlar desa yopib beraveramiz. Yo bo'lmasa orqa tomon oyna qo'yib bering desam, oyna ham qo'yib beraveramiz. Kelishuv asosida oynaniki, lekin yopib beringlar desalar, dogovorda o'sha ketaveradi. Xohla ochiq bo'lsin, xohla yopiq bo'lsin, summasi o'zgarmaydi. Bu darvozamiz ham 1 kvadrat metri 1.300.000 so'mdan chiqib kelaveradi, 2 qavatli varianti. Listlari 2lik, 2 qavatli variant. Aloqa chiqaverasizlar. Bo'ldi. Keyingi fason darvozamiz o'sha soqqaliga o'xshab ketadi, soqqasini cho'g'ib tashalganda karicha akalar joylarga nirjavikadan foydalangan, soqqani o'rniga o'ta boshqacha, o'ta deriski chiqadigan darvozamiz. Bu ham o'sha material tanishdik, bu yonbosh, ikki yonbosh o'nliq shivili, tagi o'nliq shivili foydalanganmiz. Profillari o'sha 6.4, 1.7 stenka. Bu joylarga ham o'rtasiga ham ahamiyat beringlar. Hech qanaqa palas emas, yo lis emas, bu o'sha 3.2 ni o'sha 3.2 profil baquvvat bu ham. O'ta. Shu 1.7 stenka foydalangan. Bu joy abdinlik eshitga ham, peshovodga ham 2 ga 1 da qalindan foydalangan. Bir xil shakl bo'lib turish uchun. Faqat o'rtasi 3.2 ni shu 1.7 stenkasidan foydalangan. Bu ham o'sha listli 2 qavatli. Bu joylari 1 qavatli hisoblanadi, o'zi asli faqat mana shu dilya qismi 2 qavatli bo'lgan. Ranglari o'sha akamiz shunaqa rangda xohlaganlar, shunaqa rangdan sachib berilgan, glansiy holatda. Navbatdagi afsona fasonda shedevr, juda maqomi katta bu darvozani. O'ta. Bu tarixiga kelsak, bu ancha yildan beri trendga tushmayotgan lazerli fason nirjavikali varianti. O'ta deriski turadi, lekin o'ta 24 da o'ta ko'p kishi qo'yib berilgan darvozamiz. Xudo xolasa zakaz beraverasizlar. Bu ham o'sha materiali 2 yonbosh o'nliq shivili, tagi ham o'nliq shivillar, profillar 6.4 da o'sha 1.7 stenkasidan foydalangan. Shamirlarni ham baquvvatdan qo'yilgan ekan-a? Albatta. Hamma darvozamizga o'ta mana bu tashqariga ochiladigan variant. Darvoza shanini ko'ringlar. Darvoza mustahkam, o'zi mashinada ham o'zi bilan tursa bo'ladi, darvoza qanchalik og'irligini. Xudo xolasa zakaz bersalaring, o'rnatilgandan keyin bir tomondan o'zingizni ko'tarsalaring, yordam qilsalar o'zi his qilasizlar qanchalik darvoza og'irligi, material qalinligi. Misol hammasiga
gruntubki обязательно ekstrol, kraska ekstrolak, xudo xolasa mustahkam qilib, chiroyli qilib olib borib o'rnatib beramiz. O'zbekiston bo'lib har qanday ishlar, doroza deysizlarmi, kazrok deysizlarmi, har qanday ishlarni bitirib beramiz kelishuv asosida. Keyingi fason darozamiz bu ham shu 24 oxirida 25 ga chiqib juda o'sib bo'lgan darozamiz. Bu ham shu high-tech ko'rinishdagi darozamiz. Bu joylari ham shu 2 qavatli shumkali variant. O'ta ko'rasizlar. 2 yonboshdagi o'g'liq shibillar, 6 ko'turlar, 1.7 tenka, tepa tomoni ajoyib shaklda lazerli qismidan foydalanilgan. Buni ham listlari baquvvat-a? O'ta baquvvat. Ishlovlarga kirmaysiz, ishlov sifati mana shundan ko'raverasizlar, ish sifatiga. Mana bu joylari 2 qavat-a? Albatta. Bu joylari o'sha nerjavika. Tagidan list bo'lgan, list ustiga nerjavika yopishtirilgan. Orasidan. O'ta derkishib turadi lekin. Hamma darvozamizni ustunovkasiga borganda, shu manzilga borganda shu joyda zuber zamni qo'yib beriladi. Bayda qo'yilmaydi, o'sha xonadoningizga borib, o'sha joyda o'zida yangi ochib ishlatilgan emas, korobkasini ochib. Yo'q, ishlatilmagan, rabotchi emas. O'sha joyida uni korobkani ochamiz, yo'qsa shu zamni qo'yib beramiz. Hammasiga zuber zamni qo'yib beriladi, xudo xolasa. Ishlab chiqqan rabotchi narsa bo'lmaydi. Faqat yangi salofonni olib, joylab mustahkam qilib beriladi. Xo'p. Bu daroza ham shu eniga 4 metr, balandligi 370. Misol kichikroq bo'ladigan bo'lsa, 3,5 metrgacha bo'lgan razmer bo'ladigan bo'lsa, kichkinasiga mana 5 fut mayda bo'ladi. Agar 380, 390 dan ag'i bo'ladigan bo'lsa, addini ish qilishning imkoniyati bor. Razmeriga qarab turib, darozaning shakli o'zgaraveradi. Summasiga keladigan bo'lsak, bu darozamizdan 1 kvadrat metri 1,4 million so'mdan chiqib kelaveradi. Xudo xolasa, dastlabki sunovkalarni O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Budjetli variant, arzonroq variant so'raganlar akalarimizga mana navbatdagi darozamiz ishdan bo'pkani o'ta uddara deydi-ku, o'ta injig'i. Narxlari ham unchalik qimmat emas, o'ta budjetli variantda xudo xolasa zakaz beraverasizlar. Xo'p, 2 yonboshi 8 ga 6 shu 1.7 tenga tagi 8 li shviller, 6 ko'tirlar ham 1.2, listlar ham 1.3 variant. Qimmat daroza qo'yib beriladigan nerjavika tillarangdan foydalanilgan, endi zakaz shunaqa bo'lgan. Tepa tomoniga ham o'sha skvajna qilib, o'ziga yarashgan holatda qilib berilgan. Istanbuldan ham o'ta ideal daroza chiqar ekanda. Bu darozam o'sha klaskasi o'sha lekin motiviy variant. O'zi bu darozam ko'proq o'zi motiviy variant qilib beriladi. O'sha kimgadir motiviy, kimgadir glansiy, yo'qsa rangni o'zgartirish imkoniyati bor. Aloqachisalar birbirlarini tashlab beramiz. WhatsApp va Telegram bor. Qo'shni davlatga ham yetkazib beraveramiz, to'g'ri. Summasiga kelsak, 1 kvadrat metr 650 ming so'mdan xuddi shu materialni 2,8 ga 6, 6 ko'tarli 1.2, listlari 1.3 variant. 1 qavatli variantda chiqazib beraveramiz. Agar 2 qavatli variant deydigan bo'lsalar, 2 qavatli variantda kvadrat metri 950 ming so'mdan dastlabki sunovkalarni mutlaqo ichiga olgan holatda olib borib o'rnatib beradi. Keyingi darozamizda o'sha setka fason deydi. Bu ham o'zi juda urug'dan qolmaydigan o'ta chiroyli darozamiz. Shumkali darozamiz. Pechatda shumkali variant qana bo'ladi deganlar uchun mana shu shumkali variantdan ham zakaz olingan. Xudo xolasa ko'rishlaringiz mumkin. 2 yonboshi tagi o'g'liq shivillardan bo'lgan, 6 ko'tarlardan 1.5, listlari shu 1.3 variant. Mana 1.3 varianti ham shu mana 2 qavatli varianti ham shovqini chiqmaydi. Shumkali qilsa albatta. 1 qavatlida endi chiqishi mumkin. 2 qavatlida shunaqa dup boshqa ovoz chiqmaydi. Xuddi diplomatda qimmatdan 1,4 million so'm darozani kayfini beradigan, bu ham shu kayfini beradi. Buni ham misol uchun listlari bilan tanishtirdik, proflar ham 6 ko'tardi, 1.5 tenkasi bilan 2 qavatli bo'ladigan. 1 qavatli bo'ladigan bo'lsa, 6 ko'tarib 1.2 tenkasi bo'lgan. O'sha buni ham o'sha listda vibraga o'tiradi, list 2 qavatli edi. Ko'rinishini, sifatini chiroyli qilib berish maqsadida. Summasiga kelsak, bu daroza xuddi shunaqa fasonda bo'lmasa, nerjavikasi xuddi buni ham nerjavikasi yo'q variant bo'ladigan bo'lsa, 900 ming so'mdan qilib beradi. Xudo xolasa dastlabki sunovkalarni, xudo xolasa oborunat berishlar bilan shunaqa summaga keladi. Uzoqroq joydan bo'lsangiz ham, orqa tomondan bo'ladigan bo'lsangiz ham dastlabki sunovkasi alohida summa
qo'shilmaydi. Faqat dogovorda chiqqan kvadratiga 900 ming so'm, bo'lmasa 1 million 400 ming darozan enibga bo'yiga ko'paytiriladi. Xuddi o'sha summa bo'ladi xolos, boshqa summa qo'shilmaydi. Kimga mashinada darvozalar kerak bo'lsa, ekran nomer qoldiramiz. Aloqa chiqarasizlar, WhatsApp va Telegramdan salang, Viberlar tashib beramiz. Viberlar o'ta ko'p, 200 dan oshiq darvozalarimiz bor. Aloqa chiqsalang, Viberlar tashib beramiz. Hammasi kelishuv asosida xudo xolasa qilib olib o'rnat beramiz. Aloqa chiqarasizlar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.